ey Robbimiz bizga dunyoda ham yaxshilik ato et, oxiratda ham yaxshilik ato et va bizni do'zax azobidan saqla. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng ko'p qilgan duolari: Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ya'ni ey Robbimiz bizga dunyoda ham yaxshilik ato et, oxiratda ham yaxshilik ato et va bizni do'zax azobidan saqla degan duo edi. Imom Buxoriy rivoyati. Bu muborak duoda dunyo va oxirat yaxshiliklari jamlangan. Dunyoviy yaxshiliklar juda ham ko'p. Badanning salomatligi, rizq mo'l-ko'l bo'lishi, qo'sha solih o'g'il qiz farzandlarni ato etilishi, insonning vaqtiga, farzandlariga baraka ato etilishi va hokazo yaxshiliklar nihoyatda ko'p. Alhamdulillah. Lekin eng buyuk yaxshilik oxiratda beriladigan yaxshilikdir. Oxiratda Alloh bandasidan rozi bo'lsa, uni jannatga kirgizib, do'zaxdan panoh bersa, ana o'sha eng katta ne'matdir. Alloh taolo hammalarimizni jannatiga dohil qilsin, do'zaxdan panoh bersin. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.